1-iyul O'zbekiston milliy valyutasi so'm muomalaga kiritilgan kun. 1994-yil 1-iyul kuni O'zbekistonning mustaqil pul birligi so'm muomalaga kiritildi. Undan oldin 1993-yil 15-noyabrdan boshlab vaqtinchalik so'm kupon ishlatilgan edi. 1994-yildan 2026-yilgacha so'm bir nechta bosqichlarda o'zgardi. Bu o'zgarishlar asosan yangi nominallar, dizayn va himoya belgilarining kuchaytirilishi bilan bog'liq bo'ldi. Dastlab 1, 3, 5, 10, 25, 50 va 100 so'mlik bank notalar chiqarildi. Keyinchalik iqtisodiy ehtiyoj sabab 200 so'mlik 1997-yilda, 500 so'mlik 1999-yilda, 1000 so'mlik esa 2001-yilda muomalaga kiritildi. 2013-yilda 5000 so'mlik, 2017-yilda 10000 so'mlik va 50000 so'mlik, 2019-yilda 100000 so'mlik, 2021-yilda esa 2000 va 20000 so'mlik yangi bank notalar chiqarildi. Shuningdek, yangi dizayn va zamonaviy himoya elementlari joriy qilindi. Demak, 1994-yildan 2026-yilgacha so'm taxminan 10 martadan ortiq yangi ko'rinish va nominallar bilan yangilandi. Bugungi so'm O'zbekiston iqtisodiy mustaqilligi va davlat ramzlaridan biri hisoblanadi.